Hammaga assalomu alaykum. Bugun birgalikda lavash xamiridan xonim tayyorlaymiz. 2 kishi to'yadigan hamda ekonomichni. Bu uchun bizga kerakli bo'lgan barcha masalliqlarni birin-ketin to'g'rab olamiz hamda barcha pripravalarni solib aralashtirib olamiz. Va lavash xamirimizni moylab olib, ustiga masalliqni xuddi shu tarzda solib olamiz. Va shunaqa aylantirib listimizga qo'yib olamiz. Xuddi shu tarzda qolgan lavashlarimizni o'rab olib, listimizga qo'yib olamiz. Mehmonlar kelib qolganda skоворodka bilan o'ynab o'tiramanmi deb uzumdan mantiqason zakaz qilsammikan deb o'ylab o'tirgandim. Stop. Uzum marketni chekkiga surib qo'yamiz. Chunki bizda foizlarsiz bo'lib to'lashga mahsulot xarid qilsa bo'ladigan Muni savdo tarmoqlari bor-ku. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Barcha Muni savdo tarmoqlarida katta aksiya ketyapti. Hech qanday foizlarsiz 6, 9 hamda 12 oyga bemalol barcha turdagi mahsulotlarni bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Aksiya 10-fevraldan 17-fevralgacha amal qiladi. Xo'jayinimning namyoklarini tushundingizlarmi? Endi xonimimizni pishirishga qaytsak ham bo'ladi. Xuddi shu tarzda listimiz suvga tegib qolmasligi uchun skоворodkaning ichiga piyola qo'yib olamiz. Va qarabsizki, ozroq vaqtdan so'ng sochli xonimlarimiz tayyor. Xamirli ovqatlarni yoqtirmaydigan insonlarga mana shu tarzda xonimni pishirib bersangiz aniq yoqtirib qolishadi. Hammaga xayr.